Rus yozuvchisi Chexov 6-nomerlik palata degan asrida sadag'an ketay Rossiyamizning bor ekan deb nadomat chekkan ekan. Men bu diyorimizning zemini keng boyligi mo'l degan sifat ta'riflarini zikr qilganimcha tagsiz xiyol surdim. Shinjindan qaytib kelib irodam va taqozoyimga boqmay oldirmay tutadigan ma'muriy siyosiy rasmiyatlarni bejirish bilan bo'ldim. O'qishga tegishli ba'zi kitoblarni o'qidim. Diyorimizdagi Navoiy tadqiqotiga doir bir doklad tayyorlab qo'ydim. Ilm ziyoratchisi bo'lish sifatida ilm odamlarning orasiga borgan ekanman. Ular mendan ikki eg'iz ilm parini umid qilib qilishi mumkin edi. Yana bir yil baxuduk kaygudek kiyim-kechak, dori-darmak degandek narsalarni g'amladim. Pulni tejash uchun Ozarbayjon havo yo'llarining Urumchi, Baku, London liniyasidagi aeroplan biletini oldim. 2006 yili 26 oktyabr tushda Bakuga uchishga to'g'ri keladi. Bu dal Rozi Hayit kuni edi. Hayit namozi o'qildi. Qizim bilan o'g'limga Rozi Hayitga munosabatli tarixiy bilimlardan ozroq so'zlab berdim. Hayitning oldi keynida nimalarni qilish kerakligi to'g'risida o'rgatladim. O'g'lim qora ko'zlarini hayronlik bilan paqirtib jim anglaydi. Bolalarim o'rnidan turishdan ilgari ularning yeniga ayrim-ayrim kirib bir pas qarab yotdim. Balalarning turqi odamga umid va tasalli berdi. Bolalarimdan kelgan turoq meni bolalikqa qaytirib, ular bilan bir dematlik odamga aylantirib qo'yalaydi. Ba'zida bolalarimdan o'ta kichiklab bolalarcha qiliqlarni qilib ketatdim. Balalar erkalaydi albatta. Biroq cho'nglarning erkaligisi keladi. So'z harakatlar birlikka keltirilib sadoqatmandlik vazifaga aylanganda odamning balalik xumori qo'zg'alib qoladi. Men balalik xumori pat-pat qo'zg'alib qoladigan odamman. Balalik chaqlarimda yumron cho'plarni yuzimga qo'yib o'ngdisiga yotatdim. Muloyim omoq patlallarim kelib yuzimdagi cho'plarni tashvishlanib turib yeydi. Yuzim paqlarning yumshoq tumshuqlaridan g'adaqlanib so'yinib ketatdim. Vadariha, qani shu balalik, qani shu paqlallar. Asqar Yalqin Rozi va Muhammad Hoji Abdullah Hayit namozidan qaytib uyimga yetib kelishdi. Ayolimning meni lag'man bilan uzatqusi keldi bo'g'ay. Oldimizga abjil taqsida lag'man keltirdi. Qarindoshlar orasida bo'ladigan ko'ngillik gaplar, orzular va tilaklar boston ustida aytildi. Har qancha orzu qilgan safarning odamni parishon qiladigan tarafi bo'ladi. Shu topda illiq oilam va dilkash do'stlarimdan mehri ochiq vatanimdan bir mazgil ayriladiganligim uchun bir mung meni o'z ixtiyoriga olgan edi. Aqlim kutgan lekin maylim yo'q daqiqa oxiri yetib keldi. Menish kerak. Do'stlarim va bolalarim ikki pikapni aerodromga qarab mangdiq. Kuzning oltin qoptoplari zarqon daraxtlarini miskin ro'moltib tusga kirgizgan edi. Yaproqlar pishib shildirlab to'kilsa-mu turmush halakchiligi bilan ovora shahar aholisining bu manzaradan mazza qilgudek cho'lisi yo'q edi. Yirtiqlarni o'lchitib o'tkazib o'tdik. Do'stlar bilan birma-bir quchoqlashib xayrlashdim. Bolalarimning peshonasiga so'ydim. Ayolimga tamkin va u tushunadigan nazarda xo'sh dedim. Qo'llar havoda pulangladi. Shunchalik odam topida meni uzatqili chiqqan ashu bir necha odamning chehralari ko'rinadi. Bosatdan Amerika shoiri Ezra Poundning Metro bekitida degan mashhur she'ri esimdan kashdi. To'p ichida ko'ringan chiroylar sehri, nam va qora shoxdagi chechaklar dargi. Poundning bu she'ri Parij metro bekitida tasodifiy erishgan bir ilhomning turtkisida vujudga kelgan bo'lib, so'zinchoq metro namxush qora shoxga o'xshatilgan. Qistilib yurishgan odamlarning faqat chiroyini ilg'or qilib bo'ladi. Chiroylar go'yo ashu qora shoxda ichilgan chechaklar edi. Qora va nam shox odamdagi buruqtirma ruh
ruhiy holatdan shabi bergandek qiladi. Pondning o'zimi she'r hissiyotning tanglimasi degan edi. Aerodromdagi hissiyotim tabiiy holda Pondning yuqori she'ridan chiqish yo'li istigandek qiladi. Ko'rangilar keladi, ketadi. Uzuk poyiz ovozi yoshlar bilan namlangan. Dunyodagi hamma she'r qaysi tilda yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar bir tuqqan. Men bu aerodromdagi uzatish manzarasini mundoq ifodalagan edim. Pulanglagan qo'llar, chuchilaridan o'rlagan tutun, chiroylar, gulxanlarga tashlangan o'tin. Bu yerda hijrondan o'rtinish manzara ichiga boshlab kirilgan edi. Yenimda qolgan chaqliq so'mkini so'rab chegaradan chiqish rasmiyatini o'tagala ketayotganimda o'g'lim dada xo'sh deb tovladi. Yoqdan uning döptügilek yuzi ko'rindi. Men uni xo'sh deb qo'l bilan latdim. Ovozliq kitob abditari. Pasportni xodimiga uzatdim. U pasportni bir hasab o'rib ko'rib tekshirdi. Qayerga? Bakuga. Nima qilg'ili? Londonga almashqili. London? Londonda nima ishingiz bor? Vizaga obdan qarasangiz bilasiz. U vizaga yuzaki qarab qo'ydi. Angliya, undaq kenda. Shundaq. Turish vaqti 1 yil. Shundaq. Qandaq ish bilan? Vizada aniq bor. Sada qandaq ish bilan? Ilm ziyorati bilan. Ilm ziyorati? Xodim bizani yenidagi biraylarga ko'rsatdi. U boshlang'ishdi. Xodim pasportimni ilib nagidur g'oyib bo'ldi. Men pasportsiz holda bir chetda saqlab turdim. Shu topda men qizg'in bir mulohiza temasiga aylanib bo'lgan edim. Kanimdagi yo'lovchilar tekshiruvchi xodimlar oldimdan bir-birlab o'tib ketib turadi. Shovqin suran ichida vizalar ustiga besilgan ijozat tomg'asining ovozini aniq anglab turardim. Mana bundaq astoydil muomala qilinishi mavjudligimni bildiradigan alomat edi. Sen bilan hech kimning kori bo'lmasa, o'zingning mavjudligini bilmay qoladigan ahvollarmi bo'ladi. Xodim yiroqlab ketganda soatimga qarab qo'ydim. Nimishqadir bu yerdagi kutish cheksiz bir kutishga o'xshab ketadi. Minutlar samirib va ko'p-ko'p soatning vazniga kiradi. Xodimlar meni tekshirmasimi xaridalik esqib qolamdimkin bilmayman. Bu hol oliy maktabdagi bir tilshunos o'qituvchimning hikoyasini yodimga soldi. Emgak bilan o'zgartish maydonida tomoq berilganda johil unsur deb uningga atoyidan ko'yib ketgan yoki kulgi tushib ketgan maymoq-saymoq nonlar beriladi ekan. Bir kuni ko'yik non chiqmay qolganmi, soqroq non tegib qolibdi. O'qituvchim nonga sapsilib qarab atgandan keyin qaytirib berib, bu mening nenim emaskan, o'zimning nenini berimlar deb turib olgan ekan. Kutdim, hali xodim oxiri ko'z oldimda paydo bo'ldi-da, pasportim ustida ko'ng qilgan ovoz anglandi. Xodim pasportimni qo'limga berganda so'z tabassum qilib qo'ydi. Bu tabassum insoniy suhbatimga berilgan eng chong mukofot edi. Aeroplanning uchishiga yana ozroq vaqt bor edi. Kutish zalidan kechikkan holda bir o'rinni tepib o'tirib atrofga nazar tashladim. Soatimga qarasam ijozatni 40 minutdan ortiq kutibdiman. O'tirg'ildan asosan degudek asariylar bo'lib, qo'llarida Urumchidan setib olgan har xil turmush buyumi bor edi. Telefonlashgandagi ovozidan bu yerda o'tirgan bir qancha qiz va o'g'ilning Uyg'ur ekanligini bildim. Udulimda 18 yoshlardagi egiz bo'y bir bola o'tiradi. Men uningdan nega borasiz deb so'raganimda, u Istanbulga deb javob berdi. Abdidan u ortiq savol so'rashimni xohlamaydigandek turadi. Bu menga nihoyat tushunishli ruhiy holat edi. Shunga ajablanib ketmadim.